Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning psixik rivojlanish xususiyatlarini tashxis qilish uchun tizimli yondashuv. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning rivojlanishini o'rganish maxsus pedagogika va psixologiyada muhim yo'nalishdir. Ularning psixologik holda tushunish, shaxsiy yondashuvni talab qiladi. Bundan tashqari, eshitish nuqsoni turli xil turlarga bo'lishimiz mumkin. To'liq-kar, qisman-kar, eshitish qobiliyati past bolalar va bu farqlar tashxis va rivojlanish metodikasiga ta'sir ko'rsatishini ham aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, psixik rivojlanishga ta'sir, ya'ni nutqning shakllanishi, xotira va diqqatning rivojlanishi, ijtimoiy va emotsional muammolar. Bundan tashqari, atrof muhitni idrok qilishdagi turli xil cheklovlar ham bo'lishi mumkin. Psixik jarayonlar tahlili, diqqat, kam barqarorlik, xotira, vizual xotira ustunligi, tafakkur, mantiqiy fikrlashda qiyinchiliklar, tasavvur, tasvirli tafakkur rivojlangan. Bundan tashqari, tashxis tushunchasi bu tashxis bolaning rivojlanish holatini aniqlashga ajratilgan harakatlar majmuasi hisoblanadi. Bu o'rganishning tizimli va kompleks yo'li bo'lishi kerak. Tashxis qilish usullari: kuzatuv, suhbat, psixologik testlar, eksperimental metodlar, diagnostik mashqlar hisoblanadi. Kuzatuv, ya'ni o'quvchilarning tabiiy sharoitdagi xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali bu jarayonlar to'g'ridan to'g'ri xulosa chiqarsa bo'ladi. Suhbat metodida esa bolalar bilan individual suhbat orqali ularning fikrlash, tafakkur, emotsional holatlari aniqlanadi hamda muloqot jarayonida ko'plab ma'lumotlar olinadi. Psixologik testlar, ya'ni bunda testlar bolaning aqliy va emotsional rivojlanish darajasini baholashga yordam beradi. Maxsus moslashtirilgan testlar qo'llaniladi. Eksperimental usullar, ya'ni ma'lum sharoit va topshiriqlar asosida bolaning javob reaksiyasini o'rganish. Misol uchun, muammoni yechish topshiriqlarini bajarish hisoblanadi. Kompleks yondashuv esa tashxis faqat bir metod orqali emas, balki bir necha metodlarni birlashtirish orqali aniq va to'g'ri xulosa chiqariladi. Tizimli yondashuvda esa rejalashtirilgan tekshiruv, bosqichma-bosqich tahlil, tashxis natijalarini solishtirish va individual rivojlanish rejasini tuzishdan iborat hisoblanadi. Rivojlanish monitoringi, ya'ni doimiy kuzatuv va qayta tashxis qilish orqali bolaning rivojlanishidagi o'zgarishlar nazorat qilib boriladi. Natijalarni baholash esa tashxis natijalari asosida bolaning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi. Rivojlantirish yo'llari ham belgilab olinadi. Amaliy misol: 7 yoshli bolaning psixik rivojlanish diagnostikasi eshitish nuqsoniga ega, vizual materiallar orqali yaxshi idrok qiladi, ammo nutq faolligi past.